Assalomu alaykum hurmatli video tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan PISA tadqiqotlari haqida umumiy ma'lumot mavzu haqida suhbatlashamiz. Rejamizda birinchi PISA xalqaro baholash tadqiqotlari haqida umumiy ma'lumot. Ikkinchi rejamiz PISA xalqaro baholash tadqiqotlarining yo'nalishlari. Uchinchi rejamiz PISA tadqiqoti kontekstlari haqida suhbatlashamiz. PISA xalqaro baholash tadqiqotlari asosan 1997-yilda 2000-yildan boshlab esa ilk bora o'tkazila boshladi. PISA tadqiqotlari har 3 yilda bir marotaba asosan 15 yoshli o'quvchilar o'rtasida o'qish savodxonligini baholash dasturi hisoblanadi. PISA xalqaro baholash dasturining asosiy o'qish savodxonligi, matematika savodxonligi va tabiiy fanlar savodxonligi hisoblanadi. PISA har 3 yilda bitta fanga yo'naltiriladi. O'sha fanga yo'naltirilganda o'sha fanimiz asosiy test savollarimiz 50% tashkil qiladi. 2000-yilda birinchi marotaba o'qish faniga ko'proq e'tibor qaratildi. 2000-yilda 32 ta davlat ishtirok etdi. Bundan 265 ming o'quvchilar test sinovlaridan o'tkazildi. Ushbu yilda asosiy mavzu o'qish fani, o'qilgan narsalarni tushunish qobiliyatini baholash bo'lib, test sinovlarining 3dan 2 qismi aynan shu mavzuga bag'ishlangan edi. PISA tadqiqotlari 2003-yilda o'tkazilganda 43 ta mamlakat ishtirok etdi. Bunda 275 mingdan ortiq o'quvchilar qatnashdi. O'qish bo'yicha Finlandiya 543 ball bilan birinchi o'rinni egalladi. 2006-yilda esa o'qish savodxonligi bo'yicha 57 ta davlat o'rtasida, ya'ni Janubiy Koreya 556 ball bilan matematik yo'nalishiga e'tibor berildi. 2009-yilda esa tadqiqotda 74 ta davlat ishtirok etdi. O'qish savodxonligi bo'yicha Xitoy Shanxay shahri 56 ball bilan yetakchilikni qo'lga kiritdi. 2012-yilda esa PISAda 65 ta davlat, unda 4 ta davlat ishtirok etdi. 15-yilda ishtirok etdi. Aynan yetlar qatorda tadqiqotlar o'tkazilib bor. Birgalikda baholashda asosli o'quvchilar butun dunyoda o'quvchilar sinov o'tkaziladi. Savodxonlikni tekshirish yuzasidan ularning bilim, ko'nikma malakalari tekshiriladi, baholanadi. Sizlar bilan qisqacha ma'ruza matnimiz shulardan iborat. Qolgan mavzularimizni slaydimizdan mustaqil o'zlashtirib olasiz degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.